ko'chat ekishdagi 3 ta xatolikni aytib o'taman. Chuqurcha qazilgandan keyin suv solmang. Ikkinchi xatolik. Buni ko'chatni yosh ko'chatni tagiga gung solmang, gung. Gung oqqurt chaqiradi. Uchinchi xatolik, ko'chatni ekib bo'lgandan keyin takini oyoq bilan bosmang. Ko'rsataman, mana ki qarang. Buni tomiri mana bunday uzunligi uchun buni qisqartiramiz. Qisqartirishimiz sababi mana bu yerdan yangi tomirlar chiqarib yuboradi. Ko'chatni rivojlanishiga yaxshi bo'ladi. Avval mana bir qo'yib ko'ramiz. Mana emin-erkin tushdi ko'chat. Ko'chatni ekishdan oldin tagiga ammofos sepamiz bir qism. Mana bir qism. Ko'p kerak emas. Mana endi to'proq bilan aralashtiramiz buni. Aralashtirgandan keyin ko'chatni qo'yamiz. Mana ko'chatni qo'yamizda to'proqni tortamiz mana. Mana bo'ldi. Ana endi bunga suv solamiz. Buni tagini bosmaymiz. Daraxtni tagini bosmaymiz ko'chat ekkandan keyin. Agar daraxtni tagini bosaydigan bo'lsak, ana bu sancha bo'lib qoladi. Ham qotib qoladi, suv tomirga yaxshi olib bormaydi. Ana bu suvni quyganimizdan keyin mana qarang. Mana shunday loy qilib tomirga yopishtiradi buni. Mana bo'ldi. Ana bu tomirga yopishtirgandan keyin kava ko'p qolgan joylarini yana to'proq tortib qo'yamiz. Mana to'proq. Bo'ldi, ana ko'chat ekildi. Ana buni tagini bosish mumkin emas, mutlaqo mumkin emas. Har qanday ko'chatni tagini bosish mumkin emas. Agar bosadigan bo'lsangiz, bu daraxt sancha bo'lib qoladi, tagi daraxt rivojlanmaydi, o'smaydi. Kerak bo'lsa yozga borib qurib qolishi ham mumkin. Ana shu uchun tagiga ammofos sepib, mana shunday qilib ekasizda yerdan 70 sm qoldirib kesib tashlaysiz. Bu havo tegmaydigan joylarga, agar adirliklarga ekadigan bo'lsangiz, buni 30 sm qoldirib kesasiz. Sababi takdan shonalasa, adirlikda mevalar to'kib tashamaydi. Olma bo'ladimi, nok bo'ladimi? Ana shunday bo'ladi. Bizning bog'dorchilik sirlari kanalimizga obuna bo'ling. Mana shu ko'chatlar haqida ma'lumot berib boraveramiz.